sadaqa bersang chap qo'ling bilmasin, chap qo'ling bilan bersang o'ng qo'ling bilmasin degan hikmatga amal qilib insonlarga kunduz kun emas tunlari sadaqa berar ekan. Ya'ni men berayotgan odamimni kimligini bilmay, u ham meni kimligimni bilmasin. Odatda biz birovga yaxshilik qilsak, o'zimizni yaxshilab tanitib qo'yamiz-ku. Shu meni yaxshilik qilganimni esdan chiqarib yormasin. Doim meni yaxshilik qilganimni bilib tursin. Ro'baro kelganimizda ko'zi yerga qarab tursin, haddini bilsin deyish uchun ichimizdan shuni o'tkazib, o'zimizni yaxshilab tanitib keyin qilamiz-ku yaxshiligimizni. U odam unaqa emas ekan, bizga o'xshamas ekan, u odam boshqacharoq olganda. Yarim tunda chiqib odamlarga yaxshilik qilar ekan, ikkita sababdan. Birinchisi meni tanimasin. Ertaga ro'baro kelganimizda mulzam bo'lmasin. Ikkinchisi men uni tanimay, ertaga bir kun ro'baro bo'lganda meni ham ichimda nafsim bir qitiqlab qo'ymasin. Bunga falonchaga sen yaxshilik qilib qo'ygansan deb u ham ichidan bir kibrlanib ketib qolmasin degan bir ma'noda nima qilar ekan? Tunlari sadaqa berar ekan. Bir kuni yarim tunda chiqib sadaqa berib uyga qaytib kelibdi va ertasi kun shaharda gap tarqalibdi, o'g'riga sadaqa berilibdi degan bir gap tarqalibdi. Keyin odam aytdi: "Ya Rabbi, men yaxshi niyat bilan sadaqa qildim. Ya'ni bir muhtoj bo'lgan bir odamga yetib borsin deb qildim, lekin o'g'riga tegib qopti meni sadaqam" deb biroz ichidan xafa bo'libdi. Ertasi kun yana chiqibdi, yana sadaqa bergan ekan. Ertasi kun shaharda gap tarqalibdi. Bir axloqsiz, xulqsiz, ya'ni fohisha ayolga sadaqa berilibdi degan gap tarqalibdi. Odam aytibdi, buni nima hikmati bo'ldi ekan endi? Ya Rabbi, men yaxshi niyatda qildim. Endi bu fohishaga tegib qopti men qilgan sadaqa. Mayli, bu kecha yana sadaqa qilaman deb yarim tunda chiqib yana sadaqa qilibdi. Ertasi kun shaharda gap tarqalibdi, bir boyga sadaqa qilindi. Odam ichidan rosa xafa bo'libdi. Ustozning oldiga boribdi-da, ustoz, bir ajib ish bo'ldi. Birinchi kun tunda chiqib sadaqa qildim, bir o'g'riga beribman. Ikkinchi kun sadaqa qildim, bir fohisha ayolga berib qo'yibman sadaqani. Uchinchi kun bir boyga sadaqa qilibman. Buni nima hikmati bor ekan? Bu mollar hammasi men halol ishlab topgan mollar. Bir haromdan topgan narsamni sadaqa qilganim yo'q. Mendagi unaqa narsani o'zi yo'q. Lekin negadir shunday bo'ldi. Joyiga borib tushmadi men qilgan sadaqa deb o'ylayman deganda ustoz aytgan ekanki, sen qayerdan bilasan Allohning hikmatlarini-ki? Balki o'g'ri sendan sadaqa olib o'g'irligidan qaytar va aytarki o'ziga, odamlar halol topgan pulidan menga sadaqa qilyapti. Men ularni qanday qilib halol molini o'g'irlayman? Men qanday qilib ularni molini talayman? Ular menga halol topgan pullardan berayotgan bo'lsa, ya'ni bir yaxshi bir odamlarning ichida bo'lsa, deb o'zgarar ichidan. Balki sen qayerdan bilasan? Sen bir fohishaga sadaqa qildim deyapsan. Balki uni ichiga ham Alloh bir hikmat solar. Balki o'ylar, odamlar to'g'ri yo'llar bilan topgan pullarni menga beryapti. Men qanday qilib o'zim noto'g'ri yo'l bilan topgan narsalarimni ravo ko'raman? Zino bilan topgan pullarimni qanday qilib o'zimga, yaqinlarimga yediraman? Shunaqa ham o'zimga nisbatan shafqatsiz bo'lamanmi? O'zimga shunaqa ham rahmim kelmaydimi? Derda o'zgarar. Balki sendan o'sha tunda sadaqa olgan boy odamlar ozgina pulidan sadaqa qilyapti. Meni qancha boyligim bor, qancha pulim bor, davlatim bor. Men lekin shu holatimda ham qizg'onchiqlik qilyapman deb ichidan o'zgarar va insonlarga xayr qilish, ihson qilishni boshlar. Sen qayerdan bilasan? deb ustozi tanbeh berib, masalani ko'rinmay turgan boshqa bir tarafini anglatgan